Hayırlı cümeler qarindoshlar. Hayırlı cümeler olsun. Bütün dünyadaki barliq vatan sevgan qarindoshlar, mening yana bu faoliyatim davom qilyapti. Faoliyatimiz davom qilyapti qarindoshlar. Men muskanga ikki qilishni loyiq topdim. Yani Xitay hükümeti Kompartiyaning qurulghanlighining 100 yilligini tabrik qildi. Ammo shu jarayonda Xitoyning bosh ministri Shi Jinpingning so'zlagan so'ziga diqqat qildinglarmi? Qarindoshlar, Xitoy hükümeti o'z-o'zligidan qo'rqayotganligini, andish qilayotganligini, adki tushganligini shu Xitoyning bosh ministri o'zi so'zida deydi-ku, biz insonlarning qini orqali bizning qo'rqinchni ko'tarib chiqib, mening 1 milliard 400 million jonivorlar, hayvonlarim bor deb bizning uyda yetib olgan jonivorlar, hayvonlarga o'xshash o'zining hayvonlarini maqtab chiqdi. O'zining qoralim bor degan gaplarni deyamadi. Bu gapning o'zi Xitoy hukumatı o'z-o'zidan andish qilayotganligini tushuntirdi. Andish qilyapti Xitoylar. Yani özünün sözde bana tegsen oturup, mening mundaq adamlarım bor deb oturup, shu polni etib yurdi. Demak, Xitoy andishi daki-dukining ichiga tushganligini ko'rdi. Xudoyim bo'lsa, shu daki-dukiga ustiga yana bir qo'rquv, yana bir guldirlaydigan qurollar bilan Xitoyning o'ziga tushkidi deganni umid qilaman. Ikkinchilab yana bir so'zga diqqat qildinglarmi qarindoshlar? Xitoyningki shu Xitay virusining boshlangan joyi, ya'ni Xitoyda o'tkazilgan tunugungi faoliyat, albatta tabiiyki Xitoyda o'tkazildi-ku. Shu paaliyitide, shu yig'ilishda qancha ming insonning borligini endi biz bilmaymiz. Ammo yangi inson borlar bir Xitoylar mustaqilligini ko'rsa. Yo'q. Demak, pasandi iflos Xitoylar o'zi virusni taqib, dunyo xalqining hammasini virus maskining ichiga tushirib qo'yib, ko'rdinglarmi zo'talg'ini pasandi eski Xitoyninki. Voy maynat Xitoylar, voy maynat tunguzlar. O'sha to'panga o'tirib go'mmit bomba tushkidi deymiz. Deb bo'yasning. Qanday hay. Qanday qodida ko'rdinglarni? Shuncha inson dunyoga o'tirib, men degan qalima sizning maskining ichiga tushdim, menda maska yo'q deb o'tirib, dunyo xalqini ochiqdan ochiq dunyoga zo'tangni qilyapti iflos Xitoylar. Mening to'nagun Norvegiyadagi nurg'un do'stlarim shu ishni ko'rgandan keyin telefon qilib, bu erkin Xitoylar mushtaq yig'ilish o'tkazibdi, birnigida maska yo'q, nima shib ketdi deb shunday deydi. Men dedim, shu Xitoy o'zi taqatgandan keyin har ishni o'zi biladi. O'zi biladi pasandi Xitoylar qilayotgani shu dunyoga o'tirib zo'tanglik qilayotgani, askilik qilayotgani desam, bu haqiqatan bu eski uylar ekan bu. Tap o'tirib shundaq so'zlarni qildi. Xudoyim bo'lsa, bir halokatning ustiga yiqilishni umid qilamiz, yiqilishni umid qilamiz. Pasandi Xitoyninki ishtungizlarning qarindoshlar, men shu gapni deb qo'yay dedim. Bu inson ham mushunchilikmi zo'talik qilandi dunyoga. Bütün dünyadaki insanların maskenin içine tiqib qo'yib, hamda o'zi maskasiz ashundoq faoliyati bu dunyoda tunchi qatormi shu Xitoy virusi tarqalgandan keyin bir cho'ng tiplik yig'ilish faoliyati desak bo'ldi Xitoyning tunugunki. Mush Xitoy virusi tarqalgandan beri bir faoliyatni ko'rmadim. Gördünglar yani. Xitoylar o'tirib, mush yig'ilishning o'zida dunyoga ochiq oshkora askilik qilyapti. O'zining o'ktamligini, razilligini, iflosligini dunyoga ko'rsatyapti. Birisinikida maska yo'q. Diqqat qilib qo'yinglar qarindoshlar. Xudoyim bo'lsa bu Xitoylar, Xitoy va Xitoy hokimiyati Uyg'urga solgan badalni, ziynni, askiligini, o'zining munofiqligini, butun shumliq askiliklarini to'nugungidek vaqt maqsad chiqib dunyoga imtihon. Xudoyim bo'lsa Xitoyning halokati mushu askiligi tufaylidan, yovuzligi tufaylidan
Mənçə olğan çağda halaketi muş arqılıq bir oxirlashgidi degan umidda hamman shundoq bo'ladi deb qarayman. Chunki dunyo Xitoyning bunchalik askirlikka nisbatan aytgan vaqtimizda biz qilgan askirlikka ko'rdi, hamda dunyo qilayotgan bu askirlikka bir Xudoyim ursa buning javobi bo'ladi deb o'ylayman. Shu sababdan Xitoy bosh ministrining uni qo'rqqan holatda o'zining qo'rqinchoq avval mushatadi degan gap hujum qilamiz degan gaplarni demadi. Xitoyniki Xitoy Shi Jinping o'zi deyotdi. Shi virus o'zi deyotdi ana. Kelsang av, kamsang ma, mening 1,5 milliard, 1 million 200 million meniki jonivorlarim bor, hayvonlarim bor, shaylarim bilan taqobil turman deb. Ma Uyg'urlarning ichida yetib olgan fasiqlar, munofiqlarga o'xshash odamlarni ko'rsatyapti. Bu cho'ng kuchlarning kuchiga taqobil turdik. Shundaq qishlar juma kunlaringlar xayrli bo'lsin. Qarindoshlar, ko'rishga omon bo'laylik. Oldimizda 7-oyning 5-kuni shahidlar kuni bo'ldi. Qarindoshlar, 7-oyning 5-kuni shahidlar kuni. Bir nima bo'lmasa qarindoshlarimiz bu kun o'zlarining planlarining bo'lishini umid qilaman. Norozilik har turli jihatlardagi. Deydigan gapim shu, ko'rishga omon bo'laylik qarindoshlar. Takror xayrli jumalar bo'lsin.